Assalomu alaykum. Men onkomamolog, plastik jarroh Mahmudova Shahlo Asadovnaman. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Biz yangi formatda ish boshladik. Bundan buyog'iga siz obunachilarimni qiziqtirgan mavzularda kichik video darslar olib bormoqchimiz. Bunda siz kasallikning kelib chiqish sabablari, davolash usullari va profilaktikasi haqida qisqacha ma'lumotlarni olasiz. Bugun ko'pchilikka qiziq bo'ladigan mavzu laktatsion mastit haqida gaplashamiz. Bu mavzu emizikli ayollar uchun juda dolzarb hisoblanadi. Ko'pchilikning bee'tiborligi yoki chala davolanishi natijasida ularning qiynalishiga olib keladi. Laktatsion mastit bu emizikli davrda ko'krak bezi to'qimasining yallig'lanish kasalligi bo'lib, bunda sut tashqariga chiqmaydi, ichkarida turib qoladi va keyinchalik bu yallig'lanish jarayonini chaqiradi. Bu holat ko'pincha tug'ruqdan keyingi ilk haftalarda yoki oylarda uchraydi, lekin emizikli davrning istalgan vaqtida uchrashi mumkin. Yangi tuqqan ayollarda uchrashining eng asosiy sababi homiladorlik davrida bolani saqlab qolish maqsadida immun sistemasi kuchsizlanadi. Bola dunyoga kelgandan so'ng 10 kun ichida ayol immuniteti qayta tiklanishi shart. Lekin ba'zi bir yondosh kasalliklari bor ayollarda bu jarayon yuzaga chiqmaydi va ayol immuniteti kuchsizlangan holda qoladi. Kelib chiqish sabablari. Eng asosiy sababi bu sutning sut yo'llarida uzoq vaqt qolib ketishi. Bunga sabab bo'ladi bolani noto'g'ri emizish yoki bir tarafni kam, bir tarafni ko'proq emizish, noto'g'ri pozada emizish, tor ichki kiyim taqish, sovuq urdirish, charchoq, stress va yondosh kasalliklar. Bizning ayollarda ko'p uchraydigan kamqonlik va oqsil yetishmovchiligi. Mastitning dastlabki belgilari. Dastlabki belgilari laktastaz, ya'ni sutning sut yo'llarida turib qolishi bilan boshlanadi. Ko'pchilik ayollar bu holatda e'tiborsiz qoldirishadi va jarayonni yana ham kuchayib ketishiga sabab bo'lishadi. Laktastazning belgilari bu ko'krakda qattiqlashish, bezning aniqlanishi va noqulaylik his qilish, diskomfort. Agar bu ogohlantiruvchi belgilar e'tiborsiz qoldirilsa, ikkinchi etap, ya'ni mastitga o'tib ketadi. Mastitning belgilari esa tana haroratining ko'tarilishi, umumiy holsizlik, ko'kraklarda qattiqlik, qizarish, shish va qattiq og'riq. Hattoki mazkur jarayonda ham jarayonni tez va oson to'xtatish mumkin. Shifokor tavsiyalarini to'g'ri bajarilsa. Agar tana harorati 39-40 gradusdan baland, qizarish, shish va og'riq sizni qattiq bezovta qiladigan bo'lsa, bu darhol shifokorga murojaat qilib, kerak bo'lsa statsionar holatda davolanishni talab qiladigan holat. Siz tarafdan beriladigan eng ko'p savol: mastit davrida bolani emizish mumkinmi? Ha, albatta mumkin. Bu juda zarur hisoblanadi, chunki eng yaxshi drenaj bu bola katta bosim ostida sutni so'rib olganda sut yo'llari tozalanadi. Bu esa bizga tezroq tiklanishga yordam beradi. Bolani faqat bu holatda faqat bir tarafdan emas, ikkala tarafdan ham tez emizish talab qilinadi. Faqatgina ko'krakdan yiring kelsagina bolani emizish mumkin emas. Uy sharoitida nima qilish mumkin? Agar sizda tana harorati ko'tarilishi kuzatilayotgan bo'lsa, uyda o'zboshimcha davolanishga harakat qilmang. Chunki mastitni davolashda ishlatiladigan antibiotiklarning alohida guruhlari mavjud. Siz olib ichadigan antibiotikingiz bu holatda ta'sir qilmasligi va aksincha holatni og'irlashtirishi mumkin. Shifokor ko'rigiga borganingizdan so'ng, shifokor albatta sizdan anamnez yig'adi, ya'ni holatingizni surishtiradi, ultratovush tekshiruv amaliyoti bajariladi va holatning og'ir-yengillik darajasiga qarab antibiotiklar, yallig'lanishga qarshi vositalar, vitamin komplekslar va sizning organizmingizni kuchaytiradigan qo'shimcha preparatlar yozilishi mumkin. Profilaktikasi haqida gaplashamiz. Bu holatning profilaktikasida eng muhim o'rinni
immun sistemasini kuchaytirish egallaydi. Sizda bunday kasallik kelib chiqmasligi uchun qilish zarur bo'lgan ishlar bu birinchi o'rinda yondosh kasalliklarni davolash. Ya'ni tishlardagi kariyeslar, tomoqdagi har xil anginalar, qon kamligi, ya'ni anemiya, oqsil yetishmovchiligi kasalliklarini davolab, immun sistemangizni kuchaytirishga harakat qilsangiz, sizda sut turib qolgan taqdirda ham hech qachon mastitga o'tib ketmaydi. Bolani to'g'ri emizing, o'z vaqtida emizing, gigiyenaga rioya qiling, o'zingiz haqingizda ko'proq qayg'uring. Agar sizda yuqoridagi holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, mazkur raqamlar orqali men bilan aloqaga chiqishingiz mumkin. Agar onlayn davolash imkoniyati bo'lsa, qo'limdan kelgancha yordam berib, sizni davolashga harakat qilaman. Kanalimga obuna bo'lib, reaksiya bildirish esingizdan chiqmasin.